Dadasi, menimcha men yetib keldim o. Xotin, sen davno yetib kelgansan. Prosta tan olmayapsan. Bu safar rostdan. Shu kechki payt soat 7:30lar salqin tushganda. Tayyorgarligingizni ko'ravering. Har kuni erta bilan o'ylaman deydi. Abetdagi bozorga chiqib ketadi, savdoga. Menga qara. Nimaga 7:30, 6 yoki 8 emas? Ha, 6:30larda tovar puli keladi-da, kassa qilishim kerak. O'ylaman deydi, kassani o'ylaydi. Nafscha. Menga qara. Hali seni gaplaring bor edi, gaplaring pulni olmagansan. Balkim yashashni o'ylab ko'rarsan. Rostdan ham gapimni puli bor-ku. Telefonim bering-da. Ha, yashashga umid paydo bo'ldi, ha? Pul desa yashaydi, bu yashaydi. Alyo, nappa? Sirrochna gapimizni pulini bergin. 7gacha. Ha, bitta joyga ketadigan bo'lib qoldim. Bechara nappa. Unga ham kun yo'q-da. So'rurmagin, ketyapman. O'chin dolgaga. Ha, menga qara. Keyin yozishmalarimizni hammasini o'chirib tashla. Telegram, Instagram, SMS hammasini. Tushundingmi? O'chin do'lgagamish. O'lyapman-da o'rgan. Tozalab o'chir. Menga qara, agar ketsam, seni ham tortaman. Bu yog'i gruppavoy degin. O'chir. Mana. Aytgancha. Men kasalman-ku. Voy, kasalman. Voy. Naygirish. Menga qara. Telefoningda nima bor? Shunchalik yonib kuyib gapirding? Tinchlikmi? O'zimizni gap. Hech kim bilmasin. Demak, bu yog'i g'iybatxona. Xo'sh, odamlar bilsa nima bo'ladi? Nima bo'lishini bilmadim-u, lekin точный mahallamizni yarmi ajrashib ketadi. Men yaxshi nom bilan ketmasligim aniq. Sen xavotir olma. Hozir ham mahalladagilar seni yaxshi nom bilan eslashmaydi. Qiziqda, nimani g'iybat qilgansizlar? Nimani emas, kimlarni eshitasizmi? Qo'y xotin, meni jinoyatga sherik qilma. Eshitasiz. Xullas, kuni bittasi. Yo nunca me quedo ya atrás, yo nunca me quedo ya atrás, yo nunca me quedo. Hey, yo nunca. Xullas, u o'ldi. Ha. Xotin, maslahatim, sen hali ketishga shoshma. Menimcha seni